Oila tinch bo'lishi uchun erkak kishi aytadigan bitta so'z va ayol kishi aytadigan bitta so'z. Shuni aytsangiz. Oila tinch yashashligi uchun ayol kishi xo'p bo'ladini o'ziga lozim. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Erkak kishi uchun oilada ayol kishi xo'p bo'ladi deyaptim. Bo'ldi. U oila uzoqqa boradi. Baxtli yashaydi. Erkak kishi uchun onajonisi men sizni yaxshi ko'raman. Mana shu ikkita so'z erkak kishi bilan ayol kishini bog'laydigan narsa. Erkak kishi to'g'ri gapiradimi, nohaq gapiradimi, ayol kishidan xo'p bo'ladini o'ziga lozim. Ayol kishi uchun bilasizmi, ziynatlarning eng yaxshisi xo'p bo'ladi degan so'z. Pardoz andoz, makiyaj bu narsalar ikkinchi daraja. Ayol kishini nima go'zal ko'rsatadi desa, xo'p bo'ladi degan shirin so'zi. Erkak kishini nima ko'rsatadi desa, mehri. Boya aytganimizdek, onajonisi sizni yaxshi ko'radi. Sunnat amallar ko'p. Ayoliga sevgi izhor qilish ham sunnat. Buni ba'zilar bilmaydi. Sevgi izhor qilishni ham bilmaydi ba'zi erkaklar. Oila qurayotgan yoki oilasida muammoli vaziyatlarga ko'p uchrayotgan odamlar yaxshi savol berdingiz. Mana shu ikkita so'zni o'ziga lozim tutsa, kalit so'zini olsa, bo'ldi. Hamma muammoli qulflarni yechadi shu gap.